Iblislar qotili cheksiz qal'aning shov-shuvli bo'limlaridan biri Telegramlarda paydo bo'ldi. Uni siz boshingizni qotiramiz Telegram kanalidan topishingiz mumkin. Albatta, uni dublyaj qilib bergan Anisembo kanaliga rahmat. Sifati unchalik yaxshi emas dublyajda, lekin yo'qdan ko'ra shunisi ham bo'laveradi. Agar siz buni ko'rmagan bo'lsangiz, Telegram kanalida ko'rib oling, chunki bu yerda spoiler bo'lishi mumkin. Mehnatimizni qadrlagan holda like bosishni va bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Reklamalardan xoli, original formatda film, anime, drama seriallarni faqatgina Banana TV platformasi orqali tomosha qilishingiz mumkin. Banana TV barchasi uchun eng yaxshi tanlov. Film boshlanish bilan bizga Guillaume va Obiashkining kelishilgan rejasini ko'rsatib berishdi. U yerda nega boshqa hashiralarga aytmasdan bunday reja qilishganini tushuntirib berishdi. Chunki boshqa hashiralar Obiashkining xo'rak sifatida ishlatilib bo'lishiga rozi bo'lishmasdi. Keyingi sahnada hashiralar cheksizlik qasri bo'ylab qulayotganini ko'rishingiz mumkin. Ularning atrofida juda ham ko'p iblislar bor edi. Bu holatni Guillaume va Muchiro tushunishdi. Iblislar hashiralarni o'ldira olishmaydi, lekin ularni holdan toydirguncha jang qilisha oladi. Bu vaqtda iblis ovchilari hashiralar charchab qolmasin deb, hashiralarga yopirilgan iblislar bilan jang qilishdi. Bu yerdagi effekt prosta wow. Shinobu Doma o'tirgan saroyga kiradi. U yerda Doma odamlarni yutib yuborayotganini ko'radi. U bir qizni o'ldirmoqchi bo'lib zarba bersa, Shinobu uni tezlik bilan qutqarib qoladi. Lekin Doma juda kuchli edi. Shinobu qizni ko'tarib olib ketguncha, Doma unga zarba berib bo'lganida. Buni ko'rib Shinobu dahshatga tushadi. Shinobu Domani taniydi. U opasini o'ldirgan iblis edi. Lekin shu yerda bir narsaga tushunmayapman. Nimaga opasi uni boshdan xuddi qon oqayotgandek iblis edi deb tushuntirib beradi. Ve ot qashqasida ko'ziga yozib qo'ygan ikkinchi oliy oydek. Bo'p, o'zimiz bosib olamiz va davom etamiz. Shinobu hujumga o'tadi va Domani zaharlaydi. Lekin Doma tanasi bilan zaharni yengib yuboradi. Shunda Doma o'tmishini ochib beradi. Uning ko'zlari kamalak rang, sochlari esa qordek oppoq edi. Bu holatni atrofdagilar va ota-onasi xuddi ma'budlar ovozini eshitadigan bola deb o'ylashardi. Ammo u hech qachon hech qanday ovoz eshitmagandi. Odamlar unga dardlarini aytishar, unga ibodat qilishardi. U esa ularga achingan holda qarab, ularni eshitardi. Shinobu bilan Doma qattiq jangni boshlashadi. Boshqa tarafda esa Zenitsu va Kaigaku bir-birlarini ko'rishadi. Xo'p, Kaigaku o'zi kim? U bir ustozning ikki shogirdlari edi. Ularning orasida yashin nafasining merosi bilan bog'liq ziddiyat kelib chiqqan edi. Kaigaku Kokoshibo bilan, ya'ni birinchi oliy oy bilan shartnoma tuzgan edi va 6-oy nomini olgan edi. Bu shartnoma tufayli yashin nafasi maktabi ustozi shogirdi iblis bo'lgani uchun javob berish kerak edi. Lekin uni hech kim qatl qilish uchun kelmadi. Ustozi esa o'zining qornini yorib, azoblar ichida yolg'iz vafot etdi. Zenitsuga aynan mana shu xat kelgan edi. Ularning jangini aytib bermayman, o'zingiz ko'rib tomosha qiling. Nakime, Giyu va Tanjironi bir-biridan ajratishga urinardi, ammo uddalay olmadi. Endi qarg'alar taqib olgan mana bu tasmaga o'tamiz. Bu qanday ishlaydi? Bu Yushironing qonli iblis san'ati bo'lib, ko'rishga va atrof muhitdagi aurani bo'g'ich-taqqan hamma sezish imkonini berardi. Kriye va uning singillari mana shu bo'g'ich bilan cheksizlik qasrini o'rganish va xaritasini tuzib, muzan qayerda joylashganini aniqlashga harakat qilishardi. Tanjiro va Giyu oldiga 3-darajali oliyoy, ya'ni Akaza keladi. Buni ko'rgan Tanjiro g'azab bilan uni kutib oladi. Boshqa tarafda bizga muzanning go'shtli qobig'i ko'rsatilgan edi. Effektlari juda chiroyli va sifatli ishlangan. Ijodkorlar budjetni unutib, shunchaki ishlashgani ko'rinib turibdi. U yerda Tamayoning dorisini yengayotgan muzanni ko'rishimiz mumkin va Tamayoni yutib yuborishga harakat qilyapti. Boshqa tarafda esa Rengoku va Tengen. Ma'lumot uchun, Rengoku bu Kyojuro emas. Ular Kriye va uning singillarini himoya qilish uchun ana shu yerda turishganini bizga ko'rsatishdi. Sakonji esa Nezukoga Tamayo tayyorlagan dorini berayotgan edi. Bundan Nezuko bezotalanib yotganini ko'rishimiz mumkin. Tanjiro va Akaza jangiga qaytamiz. Akaza xuddi Tanjironing har bir harakatini ilg'ayotgandek ko'rinardi. Buni Tanjiro tushunishga harakat qildi. Akaza hujumga o'tganda Tanjiro bir soniya hissiyotlarsiz qoldi va juda katta tezlik bilan Akaza zarbasidan qochdi. Buni Tanjiro qanday bo'lganini tushunmadi va anglashga harakat qildi. Bu orada Akazaga qarshi Giyu bor kuchi bilan hujum qildi. Tanjiro Inosuke bilan bo'lgan suhbatni esladi.
Inosuke aytganda, menga hissiyotlar bilan, ayniqsa o'ldirish hissi bilan hujum qilgan hammani keyingi harakatini his qilaman va orqamda turgan bo'lsa ham men uni his qila olaman deganda. Misol qilib u bir qariyani aytdi. Menga yaqinlashganda hatto uni sezmaganman ham. U hech qanday hislarsiz menga yaqinlashgandi. Shuning uchun men uni ko'rmay qolgandim, deydi. Bu ma'lumot Tanjiroga juda kamdek edi va yana eslashga harakat qildi. U otasi bilan bo'lgan suhbatlarni esladi. Otasi aytganda, ko'zlaringni oxirgi chegarasiga olib borganingda sen shaffof dunyoni ko'ra olasan deganda. Qish faslida qishloqlarga va uylarga ayiq hujum qilayotgani haqida xabarlar tarqalgandi va o'rmon bo'ylab Tanjironing otasi qo'ng'iroqlar ilib chiqqanda. Bir kuni tunda qo'ng'iroqlar chalindi va otasi bolta ko'tarib ana shu tarafga qarab yurdi. Otasi ayiq bilan ko'rishdi. Orqadan Tanjiro qarab turardi, lekin otasining hidi hech qanaqasiga o'zgarmagandi. Na uning hidida g'azab bor edi, na qo'rquv bor edi. Shunda otasi tezlik bilan sakrab ayiqni boshini uzib yubordi. Hatto ana shu holatda ham hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Tanjiro nihoyat tushundi. Tanjiro ko'rish chegarasiga yetdi. Hech qanday hislarsiz u hujumga tayyorlandi. Gyuno Akaza xuddi Rengoku bilan jangdagidek ko'ksini teshmoqchi bo'lib urdi. Lekin Tanjiro Akazaning qo'lini kesib tashlaydi. Akaza hayron bo'ladi. Chunki Tanjironing hissiz bo'lib qolganini va Akaza endi uni harakatlarini na o'qiy olardi, na uni zarbalarini ko'ra olardi. Xo'p, Akaza oldingi hayotidagi xotiralarini yo'qotgandi. Chunki Muzan bilan ilk uchrashuvda Muzan uning qoq boshini o'rtasidan teshib yuborgandi qo'li bilan. Shu sabab u xayollarida kimono kiygan kishi kim ekanligiga hayron bo'lardi. Instagramlarda bir sahna juda ham ko'p tarqalib ketdi. Unda Gyu Tanjiroga qarab, indamasdan uni boshini shunchaki kesib tashlaydi. Lekin u yerda bizga ijodkorlar umuman boshqa narsani ko'rsatishmoqchi bo'ldi. Har qanday samuray hech qachon orqadan zarba bermaydi. U yakkama-yakka turgan holda qilishini tashlamaguncha jang qilishardi. Shuning uchun bizga ijodkorlar samuraylar hech qachon orqadan zarba bermaydi deb ko'rsatishgan. Agar siz bu bo'limni ko'rgan bo'lsangiz, sizga nimalar yoqdi-yu, nimalar yoqmaganini izohlarda yozib keting va bizga obuna bo'lishni unutmang. Biz yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Qirg'izistondan olib kelgan piyalam bilan tugatamiz. Salomat bo'ling.